Bu markazimizdagi shifokorimiz otolaringolog, surdolog Tohir aka Nishonov bo'ladilar. Bizga ijtimoiy tarmoqlardan kelgan bir ikkita savollarimiz bor. Bularga shu savollar bilan murojaat qilamiz. Birinchi savolimiz, Tohir aka bizga shunday savol yo'llashyapti. Ya'ni uxlamaydigan hiperaktiv bolalar haqida. Ya'ni tekshiruvga ertalab vaqtli uyg'otib borishyapti. U yerda tinchlantiruvchi dori vositalari berishyapti. Lekin tekshiruv mobaynida, ya'ni kasal asosiy tekshiruvlari mobaynida bola tekshiruv oxiriga yetmasdan yana uyg'onib ketyapti. Bunaqa holatlarda qanday tekshirib olsa yoki shu eshitishini aniqlab olsak bo'ladi? Menimcha ikkita yo'li bor. Birinchidan u melatonin narkoz degan narsa bor. Uning uchun bir hafta oldin tekshirmoqchi bo'lgan vaqtdan taxminan 2 soat oldin har kuni melatonin beriladi 3 mg. Keladigan kunda ham 2 soat yoki 3 soat oldin shu melatonindan bersa, shu yordam berishi mumkin uxlatishga. Ya'ni uzoq tayyorgarlik ko'riladi, kamida bir hafta oldin tayyorgarlik boshlash kerak. Ikkinchi variant narkoz bilan. Narkoz faqat shifoxona sharoitida bo'ladi, reanimatsiyasi bo'lishi kerak. Har ehtimol qarshi shunaqa qilsa bo'ladi, juda ham bola uxlamaydigan bo'lsa. Narkoz hech qanaqasi tekshiruv natijalariga ta'sirini o'tkazmaydi. Bizga yana bir savol kelgan. Siz uchun Salom akustik jamoasi 13 yoshda jiyanim 2-darajada deb shifokorlar tashxis qo'ydi. Davolanishning foydasi yo'q. Uzoqni eshitmaydi. Shunga qanday maslahat berasiz? Birinchidan gap darajada emas, gap kasallikda. Nima daraja bo'lishidan qat'iy nazar, bu kasallikni davolasa bo'ladimi, yo'qmi? Afsuski ko'p holatlarda haqiqatan hozircha yordam berishimiz mumkin emas, iloji yo'q. Chunki aksariyat holatlarda ichki quloq, ya'ni bir xil nerv deb aytadi, lekin nerv bilan ichki quloqning farqi bor. Ichki quloq hozircha zararlanish, davolash hozircha aniq bir usuli yo'q. Lekin hamma holatlarda emas. Bor shunaqa holatlar davolasa bo'ladi. Ya'ni masalan, oxirgi paytlari gen terapiyasi paydo bo'ldi. Bu oldindan bor narsa, lekin rezultatlar hozir paydo bo'ldi. Shunaqa bir kasalliklar bor. 50-60, agar undan ko'p bo'lmasa, foizga yaxshilatsa bo'ladi. Ya'ni kelajakda nima daraja bo'lishidan qat'iy nazar davolash usullari kelib chiqishi kerak. Lekin hozircha eshituv apparatlari yoki koxlear implantlar ishlatish kerak hozircha. Hozir eng yaxshi yechim. Eng yaxshi yechimi, aniq yechimi. Chunki masalan darajaga ham ko'p e'tibor bermaslikni tavsiya qilardim. Chunki daraja bu meditsina termini emas. Bu sotsial ahamiyatga ega narsa. Ya'ni masalan agarda bola 2-daraja bo'lsa, nima degani? U degani o'rta maktabga 1 yoki 2-partiyaga apparat bilan borsa bo'ladi degan gap. 4-daraja u degani maxsus maktabga borish kerak degan gap. O'shaning uchun ko'p daraja deganda ko'p odamlar, ko'p ota-onalar xususan adashadi. Chunki solishtiradi, bu bola 4-daraja, bu ham 4-daraja. Maniki eshitadi, buniki eshitmaydi degan gaplarni eshitamiz. O'shaning uchun daraja bu nisbiy narsa, ko'proq sotsial ahamiyatga ega narsa. Rahmat sizga Tohir aka. Agar yana shu kabi savollar sizlarni qiziqtirsa, bizni shu ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimizga yoki ko'l markazlarimizga murojaat qilishlari mumkin va biz qo'limizdan kelgancha ularga javob berib, sizlarga yordam bersak, biz bundan xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar.